Bugun sizga arab tilida juda ham bir ajoyib ma'lumotni yetkazmoqchiman. Bu ma'lumotni ko'p joyda albatta eshitmagandirsiz, lekin shu darajada mukammal tilligiga hozir guvohi bo'lasiz. Arab tilidagi har bir harfni o'zini o'rni bor va har bir harfni o'zini ishlatish darajasi, tartibi bor va har bitta harfni o'zini dalolati, ya'ni o'zini ishlatadigan joyi bor. Albatta hozirga aytadigan ma'lumotim 100% tushmaydi, lekin odatda eng ko'p ishlatiladigan lug'atlar aynan shu yo'nalishda ishlatiladi. Keling bir misol olamiz. G'oyn harfi. G'oyn harfini asosiy ishlatish yo'nalishlari asosan zulmatga va bekinishga yoki mavhumlikka olib boradi. Bir misol aytaman, misol uchun g'omam. G'omam degani bulut degani. Bu ham mavhum so'z. Yoki misol uchun kitobni g'ilofi deymiz. Bu ham arabcha so'z, g'ilaf arabcha so'z. Chunki kitobni bekityapti, kitobni o'sha yorug'likdan to'syapti. Yoki misol uchun g'omarolma deymiz. Ya'ni g'omaro degani suvni ichiga kirdi degani. Bu ham o'sha bekinishga, zulmatga yoki mavhumlikka olib boryapti. Bu bir harfni bir dalolati xolos. Bunga o'xshagan harflar, har bir harflarni o'zini dalolati, o'zini ma'nosi, o'zini ishlatish jarayonlari bor. Bunday ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kuzatishda davom eting, chunki bunday ma'lumotlar bizda juda ham ko'p.